Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun Telegram adresi orqali Telegram kanallarimizni globalga olib chiqish haqida gaplashamiz. Yangi shunaqa funksiya qo'shildi. Telegram adresi akkauntimizga kirib olamiz. Telegram search ko'rgan bo'lsalaringiz, shu search bo'limi orqali biz Telegram kanallarimizni shu globalda qidiruvda, ya'ni qidiruv tizimida yozganda birinchida chiqadigan qilsanglik bo'ladi. Buning uchun search bo'limiga o'tkazib oldik. Kanal bo'limida turgan edi va bu yerga reklamamiz mavzusini yozishimiz kerak. Qidiruv deb yozib oldim. Pastda shu qaysi kanalimizni qidiruvda shu globalga chiqarmoqchi bo'lgan kanalimizni silkasini kiritishimiz kerak bo'ladi. Biz birorta kanal silkasini kiritaman. Hozirda Telegram funksiyalari kanalim silkasini kiritib oldim. Ko'rib turganimizdek, bu yerda reklama ko'rinishi qidiruvda mana shunaqa chiqadi Telegram funksiyalari, ya'ni global search degan joyda birinchida chiqadi. Globalda tushunmaydigan insonlar uchun bir marta qaytaraman. Global bu qidiruv tizimida, misol uchun sizga telefon kerak bo'lib qoldi. Telefon deb yozganingizda Telegramda qidiruv tizimiga shu birinchida chiqib turgan kanal shu globalda turgan kanal hisoblanadi. Biz adresi orqali shu kanallarimizni globalda chiqarsanglik bo'ladi. Hozir misol qilib, bitta Telegram funksiyalaringiz globalda mana shu holatda chiqib keladi deb ko'rsatyapti bu tomonda ko'rgan bo'lsanglik. Pastdagi bo'limiga har mingta ko'rish uchun 0.30 ton kiritdim. Pastdagi bo'limiga umumiy hisobda necha ton reklamaga shu budjet ajratmoqchisiz deyapti. Bu yerga ham 0.30 kiritaman. 0.30 ko'rishingiz mumkin. Kalasiga ham 0.30 kiritib oldim va reklamangiz necha marta ko'rinsin deyapti har bitta odamga. Misol uchun men Telegram funksiyalari deb yozsam, bu bir marta chiqarib beradi. Mana bu. Agar bu birda turgan bo'lsa, 4 martaga o'tkazib qo'ysaylik, men 4 marta yozganda ham mana shunaqa qilib bitta meni o'zimga 4 marta ko'rsatadi shu kanalni. Buni 4 martada turishini tavsiya qilaman. Bu har doim aktivda turadi va bu yerga biz shu globalda chiqadigan so'zlarni yozishimiz kerak. Nima deb yozganda chiqishi kerak. Misol uchun Telegram deb yozganda Telegram enter bosamiz. Telegram deb yozganda bizning kanalimiz chiqishi kerak deb aytyapmiz. Marketing deb yozganda ham bizning kanalimiz chiqishi kerak deb enter bossaylik, shu marketingda ham bizning kanalimiz chiqadi. Va boshqa adresi xizmati deb yozganda ham bizning kanalimiz chiqishi kerak. Adresi xizmat shunaqa chiqib kelyapti. Shu so'zlarni yozganda bizning kanalimiz globalda birinchida chiqadi va shuni hisobiga Telegram adresi bizni reklama hisobimizdan pul yechadi. Shunday qilib biz kanallarimizni endigi navbatda shu globalda ham chiqarsanglik bo'ladi. Bu Telegram adresining yangi funksiyasi hisoblanadi. Sizlar ham Telegram kanallaringizni globalda chiqarish yoki kanallaringizga target yoqish xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Bizda o'rgatish xizmati ham bor. Anchadan buyon target bilan shug'ullanib kelyapmiz. Ko'rishingiz mumkin, o'zi reklamalarimizni ham bu yerda qo'ygan reklamalarimizni bir bo'limi hisoblanadi. Aslida juda ham ko'p kanallar bilan ishladik. Yaxshigina tajribalarimiz bor. O'rganmoqchi bo'lsangiz ham bemalol yozsalaringiz noldan professional darajada o'rgatamiz va tajribalarimizdan kelib chiqqan holda sizlarga tavsiyalar beramiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ko'pchilik o'zlari mustaqil qilib ko'rmoqchi bo'lishadi. 10 kishidan 5 kishi reklama puliga kuyib qolyapti, o'zlari mustaqil qilmoqchi bo'lib. Ba'zilar hamyonlarda pul qolib ketyapti, ba'zilar Telegram adresiga pul solgandan keyin reklamasi o'tmaganligi uchun Telegram adresi hisobini o'zida pul qolib ketyapti. Chunki Telegram adresi hamma reklamani ham o'tkazavermaydi. Kanalingiz to'g'ri kelishi kerak. Telegram qoidalariga o'zining Telegram adresi qoidalari bor. Shu qoidalarga to'g'ri kelsagina sizning kanalingizni aktivga o'tkazadi, bo'lmasa rad etib yuboradi. Shuni hisobini olib, biz orqali sizlar kam miqdordagi summa bilan ham Telegram kanallaringizni test rejimida targetga qo'ysalaringiz bo'ladi. Bemalol bizga murojaat qilib, xizmatlarimizdan foydalansalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.